Bu videoda sotuvchi video psixologiyasi qanaqa bo'lishini to'liq tushuntirib beraman. Bu o'zi nima deydigan bo'lsangiz, qarang, ma'lum bir video orqali siz o'zingizni xizmatingizni, mahsulotingizni sotmoqchi bo'lsangiz, sizda aniq bitta ketma-ketlik bo'ladi. O'shandan foydalansangiz, siz ancha effektivniroq va arzonga lidlar olasiz, konversiyalar ham ancha yuqori bo'ladi. Buni hammasini o'zimizning proyektlarda aktivniy ravishda foydalanib kelyapmiz. Natijalar ham yaxshi bo'lib kelyapti kungacha. Hozir bilan endi sizga to'liq ochib beraman. Qarang, birinchi qadam bu pattern interrupt, ya'ni qanaqadir qiziqarli yoki kutilmagan harakat. Buni o'zimizning tilimizda hook deyishimiz ham mumkin. Birinchi har bitta sotuvchi videoni, kontentni ham targetga qo'yasizmi, targetga qo'ymaysizmi? Hammamiz bilamiz, bu hook, ya'ni odamning e'tiborini tortib qolishimiz kerak. Bunda 3 ta tur bor. Mana hozir videomda o'zimizga qilgan videoni to'liq tushuntirib beraman. Vizualniy hook bor, tekstovoy hook bor va og'zaki hook bor. Siz shuni 3 talasidan foydalansangiz, ancha odamning e'tiborini tortish koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. O'zimizning proyektimizda mana shu hozir ko'rsatayotgan videomizning hook rate 50% bo'lgan. Pastda vizualniy, qiziqarli vizualniy hook orqali odamlarning e'tiborini tortyapmiz. Mana bu tekstovoy hook orqali biz o'zimizga kerak bo'lgan auditoriyani olib qolyapmiz va og'zaki hook bo'yicha aniq offerni, ya'ni taklifni tushuntirib beryapman. Shu ketma-ketlik bo'yicha siz tushunarli va effektivniy hook yarata olasiz. Keyingisi bu kerak bo'lgan auditoriyani tilida gapirish. Auditoriyangizga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilasiz. Masalan, faqatgina tadbirkorlar, biznesmenlar emasda, IT sohasidagi tadbirkorlar yoki Westminster talabalari, faqatgina studentlar emasda, Westminster universiteti talabalari desangiz, siz aynan mana shu kerakli bo'lgan auditoriyaga gapirayotgan bo'lasiz. O'sha auditoriya ham menga murojaat qilayotgan ekan deb qiziqib, videoingizni ko'rishda davom etadi. Keyingisi bu uje body qismiga o'tamiz. Muammoni aniq aytib ketishingiz kerak. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Odamlar mahsulotingizni qachon sotib oladi? Sizning mahsulotingiz ularning muammosiga yechim berayotganda yoki qaysidir bir xohishini yopayotganda sotib oladi. Shuning uchun siz muammolarni aniq aytib ketishingiz kerak. O'zimizning videomizni primerda ko'rsatamiz. Arzonchi stretch plyonkani xarid qilib, siz foyda ko'ryapman deb o'ylayapsizmi? Lekin aslida har 1 metr yirtilgan stretch va shikastlanib yetib borilgan yuk bu biznesingiz uchun katta zarar. O'zingiz ko'rdingiz, muammoni aniq oddiy stretch plyonka ishlatayotganda muammo qanaqa bo'lishini biz tushuntirib ketyapmiz. Bizani stretch plyonkani ishlatmasangiz, oddiy stretch plyonkada sizda qanaqa muammolar bo'ladi, tam yuki shikastlanib yetib borishi mumkin, u bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin. To'liq muammoni aytib ketyapmiz. B2B bo'ladimi, B2C bo'ladimi, o'zingiz uslugalaringizni sotasizmi? Tushuntira olgan bo'lsam, muammoni aniq aytib ketishingiz kerak. Keyingi qadam bu UTP ni ochib berish. UTP nima degani? Rus tilida unikalniy торговое предложение bo'ladi, ya'ni raqobatchilardan sizni produktingizni ajratib turadigan narsalar. Ko'pchilik buni sal noto'g'ri qiladi. Bizaniki sifatli, bizaniki zo'r. Bunaqa oldi qochdi gaplardan foydalanish kerak emas. Umuman universitet loyihamizda qanaqa, masalan, 4 yil o'qishga 100% grant berishadi. Bu UTP birovlardan ajralib turadi. Stretch plyonka B2B sohada qanaqa qilganmiz, ularning stretch plyonkasi 400% cho'ziladi. Ya'ni oddiy plyonkalar 100, 200, maksimum 250% cho'zilsa, bularning stretch plyonkasi 400% cho'ziladi. Shuni hozir men sizga ko'rsataman. Нано-пленка Glosspack растягивается до 400%. Это значит, вы используете меньше рулонов, при этом обматывая больше груза. Производим мы пленку по европейским стандартам. Shu yerda aytib ketyapman. Bizani plyonka boshqalarga qaraganda ancha ko'proq cho'ziladi. Bu degani siz kamroq stretchlatib ko'proq olasiz. Bu o'zimizning UTP. Shuni juda muhim etap. Agar siz yaxshi hook qildingiz, muammoni ham ochib berdingiz, lekin nega aynan sizni produktingizni tanlash kerakligini tushuntirib bera olmagan bo'lsangiz, bo'ldi, o'sha qolgan mana 3 ta etapni zo'r qilgan bo'lsangiz ham, bu yerda yaxshi qila olmagan bo'lsangiz, o'sha sotuvlar bo'lmaydi, lidlar narxi qimmatlashib ketadi. O'zimizda ham bu narsa sinalgan. Shuning uchun UTP ustida ishlash, ya'ni mijozlarga berayotgan taklif ustida ishlash bu juda muhim hisoblanadi. Har bitta loyihaga o'zimiz ham kirishayotganimizda birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu taklifni ishlab chiqish, ya'ni boshqa raqobatchilardan ajralib turadigan taklif. Yana kimdir aytishi mumkin, bizani raqobatchilardan ajratadigan narsa yo'q, hammamiz bir xil narsa qilamiz, boshqa hech qanaqa ajralib turadigan narsamiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz hatto raqobatchilaringiz aytmayotgan narsani aytishingiz mumkin. Bu material qayerdan kirib kelyapti,
может chet eldan kirib kelayotgandir, может boshqacha dizayndir sizda, может boshqacha ishlab chiqarardirsiz. Agarda даже bir xil bo'ladigan bo'lsa, хотя бы bizda shunaqa ishlab chiqariladi desangiz ham bo'ladi. Даже raqobatchilardan siz ajralib turadigan narsangiz bo'lmasa ham, siz хотя бы ishlab chiqarishni yoki tam konkurentlaringiz etmayotgan narsani уже siz etsangiz ajralib turasiz. Ya'ni hamma pitssalar, допустим, 40 minutda dastavka qilyapti, to'g'rimi? Sizda ham 40 minut dastavka, lekin siz shuni olasizda, biza 40 minutda dastavka qilib bermasak, pitssa tekinga tushadi deyishingiz mumkin. Bo'ldi, bu уже sizga UTP sifatida ishlab beryapti. Shuning uchun birinchi bo'lib taklif ustida ishlaysiz. Taklif ishlab olganingizdan keyin har bitta videoda sal boshqacharoq qilib foydalanishni boshlaysiz. 5-qadam bu isbot hisoblanadi. Sizdan qancha odam mahsulot olgan, agarda servis bo'ladigan bo'lsa, kimlar bilan ishlagansiz, ularga qanaqa natija qilib bergansiz, shularni ham aytishingiz muhim rol o'ynaydi. Допустим, siz qanaqadir mahsulot sotasiz va 10 mingtadan oshiq odamlar уже olib mazza qilib ishlatyapti. Shuni ham aytib o'tishingiz mumkin. Yokida siz, допустим, kurs sotadigan bo'lsangiz, shogirdlaringiz bor, ularni qanaqadir natijasi bo'lishi mumkin. Shularni ham aytib ketishingiz kerak. Agarda sizda unaqa juda katta baza bo'lmasa, hali endi bozorga chiqayotgan bo'lsangiz, garantiya sistemasidan foydalanishingiz mumkin. 30 kunlik garantiya yokida vazrat imkoniyati bu orqali siz sotayotgan mahsulotga, sotayotgan produktingizga, xizmatingizga haqiqatan ishonayotganingizni to'liq ko'rsatib berasiz. Mana hozir qanaqa qo'llaganimizni ko'rsatib beraman. Именно поэтому нам доверяют больше 100 крупных компаний. Среди них Pepsi, Korzinka, Havas и множество других. Aytib o'tganman, katta kompaniyalar bizning mahsulotimizdan foydalanib kelyapti. Bu degani ular tanlayaptimi? Значит, siz ham tanlashingiz kerak. Chunki Coca-Cola, Havas, Korzinka katta kompaniyalar bizning mahsulotimizni ishlatyapti. Bu degani ular bizga ishonyapti va siz ham bemalol bizga ishonishingiz mumkin. Shu narsa bizga как бы dalil bo'lib ishlab beryapti. Agarda bizda bunaqa katta klientskiy baza bo'lmaganda, biz sal boshqacharoq qilib garantiya sistemasi bilan ishlagan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni agarda mahsulot aytganimizdek yaxshi chiqmasa, siz bemalol bizga qaytarib berishingiz mumkin. Pulingizni ham qaytarib beramiz deb aytgan bo'lardik. Hozir yanada qisqacha aytib o'tilgan narsalarni qaytaraman. Birinchi bo'lib o'zimizga kerakli bo'lgan auditoriyani e'tiborini jalb qilamiz. Buning uchun biz vizualniy hook, tekstoviy hook va og'zaki hookdan foydalanishimiz mumkin. Keyin biz muammoni to'liq ochib beramiz. Bizning mahsulotimizdan foydalanmasangiz nima bo'ladi, qanaqa asoratlari bor, shularni ochib beramiz. Keyin UTP, ya'ni bizani unikalniy taklif aytamiz. Nega aynan bizdan tanlashligingiz kerak? Agarda sizda bu narsa bo'lmasa, чисто konkurentlar etmayotgan narsani olib chiqishingiz mumkin. Ishlab chiqarishimi, siryo chet eldan kiradimi, shularni to'liq ochib bersangiz, siz shu konkurentlardan avtomatik ajralib turasiz. Keyingisi isbot va dalil. Kimlar sizdan olgan, agar hech kim pakashni olmagan bo'lsangiz, garantiya sistemasini qo'llashingiz mumkin. 5tasini qildingiz, o'zimizning proyektlardan kelib chiqib aytishim mumkin. Institut proyektida qo'llaganmiz, o'zimiz shaxsiy brendimda qo'llab kelaman, boshqa B2B proyektlarimizda, avtosalon, generator, boshqa proyektlarda qo'llaganmiz. Xudoga shukr, yaxshi natija berib kelyapti. Siz ham bitta qo'llab ko'ring, agar yoqsa, bemalol keyin kelib kommentariy qoldirib ketsangiz ham bo'ladi. Yana bitta muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Videoni oxirida call to action, ya'ni harakatga chaqiruv ham tushunarli tilda bo'lishi kerak. Faqatgina mana shu 5tasini qildingizda, keyin oxirida pastdagi knopka orqali o'tib, o'zingizning nomeringizni, o'z kontaktlaringizni qoldirib keting deyishingiz ham juda muhim rol o'ynaydi. Agarda odam tushunmasa, xatga yozaman, kommentariyaga yozamanmi, lichkangizga yozamanmi, telefon qilamanmi, to'liq tushunmasa, siz oxirgi etapda ham konversiyalarni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Iloji boricha qisqacha va tushunarli qilishga harakat qildim. Agarda sizga video yoqgan bo'lsa, podдержка qilib olishni esdan chiqarmang. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.